Farg'onada soliq madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari izchil davom ettirilmoqda. Soliq to'lash kuni shiori ostida o'tkazilayotgan bu kabi uchrashuvlar aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan. Aholi gavjum hududlari va savdo majmualarida o'tkazilayotgan tadbirlarda fuqarolar bilan ochiq muloqotlar tashkil etilib, soliqlarni o'z vaqtida to'lash har bir fuqaroning burchi ekanligi tushuntirilmoqda. Bugungi kunda bu jarayon ancha yengillashgan, ayniqsa elektron xizmatlar orqali. Endi siz soliqlarni to'lash uchun soliq idorasi yoki bankka borishingiz shart emas. Tadbirlar davomida bu haqda fuqarolarga zamonaviy elektron tizimlari, jumladan soliq mobil ilovasidan foydalanish tartibi ham yetkazilmoqda. Mutaxassislar tomonidan eslatmalar tarqatilib, naqdsiz hisob-kitoblarning afzalliklari haqida ma'lumot berilyapti. Mutaxassislar ta'kidlashicha, soliq madaniyati bu nafaqat qonun talabi, balki jamiyat taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi. 15 aprel O'zbekistonda jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i va yer solig'ining birinchi yarmini to'lashning so'nggi muddati hisoblanadi. Tadbirlar davomida mahalla yettiligi bilan hamkorlikda targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirish masalalari ham muhokama qilinmoqda. Bizning mahallamizda 3174 ta soliq to'lovchilarimiz bor. Targ'ibotlarni olib borish natijasida aholimizning huquqiy madaniyati oshyapti. O'zlari bugungi kunda mana shu mol-mulk soliqlarini birinchi bosqichida, ya'ni 15 aprel sanasigacha 50%ni, qolaversa 1-oktyabrgacha 100% mol-mulk va turar soliqlarini to'lash alohida belgilab o'tilgan. Hurmatli prezidentimiz tomonidan aynan mahallalarda mana shu yer-mulk soliqlaridan tushirilgan summani 10% ni mahalla byudjetiga tushirilishi bu tarixda bo'lmagan. Bugun mana shu tushirilgan 10% lik byudjetimizdagi mablag'imizni mahallamizning infratuzilmasiga sarflanyapti. Albatta xalqni farovon yashashi uchun xizmat qilyapti. Viloyat miqyosida olib borilayotgan bunday targ'ibot tadbirlari aholining ongida mas'uliyat va shaffoflik madaniyatini shakllantirishga xizmat qilishi shubhasiz.